Men ham mana shuni bazamlarni ichib, o'zimdagi ich qochishlarim bor edi. O'timda qandaydir toshib bor edi. Shu toshlar ham tushganini sezdim o'zim. Shunday qattiq og'riq bilan tushdi. Keyin ichlarim yaxshi bo'ldi. Keyin sochim ham to'kilgan edi. Sochlarim ham qorayib, oq sochim ko'p edi. Qorayib, sochlarim ham yangi sochlar chiqyapti-da. Keyin oyoqlarim og'rir edi. Yuragim ham o'zimga bilinib turardi, og'rishlari yo'q, yuraklarim ham hozir yengil bo'lib yaxshi natijaga erishdim. Keyin bitta savol bersam, hozir bular Farog'at opa aytdilarki, sizni qulog'ingizdan qurt tushdi deb aytdi. Gelli ichganimizda deb aytdi. O'sha voqeani timnoq qilib aytib bering, iltimos. Shunday bir men qandaydir bir-ikki chiroqni yuzlarimda qanday jimlashlar bo'ldi. Keyin bir kun sekin shu qulog'imda qanday qimirlash boshladi. Cho'plab qarasam, kichkina gijja bor